Salom do'stlar, bugun Koreyada intervyuga topshirayotganinglarda so'ralishi mumkin bo'lgan 4 ta eng g'alati savollar haqida gaplashamiz. Birinchisi, qon guruhing nima? Yoshi katta koreyslar ko'pincha qon guruhingizga qarab xarakteringizni aniqlab olish mumkin deb o'ylashadi. Lekin hozirgi paytda MBTIga o'zgarib boryapti. Haligacha qon guruh so'raydiganlari bor. Ikkinchisi, soju, alkogol qanchalik ko'tara olishingiz. Nimaga bilmayman. Shuni so'rashadi. Mendan yaqinda ham so'rashuvdi. Hamma joy emas, lekin so'raydigan joylar ham bor. Uchinchisi, turmushga chiqqan-chiqmaganligingizni so'raydi. Agar chiqmagan bo'lsangiz, yigitingiz bormi? Shaxsiy hayotingiz juda ham qiziq ularga. Keyin koreysga turmushga chiqish niyating bormi deb so'rashadi. Eng oxirgi to'rtinchisi, bu ishxonadagi stressga qanaqa chidaysan, stressni qanaqa yengasan va sandan yuqori lavozimdagilar senga ish buyursa, masalan intern sifatida ish buyursa, sen unga qanaqa javob qaytarasan? O'shalarni so'rashadi. Sizningcha qaysi biri eng g'alati bo'ldi? Agar bundan ham g'alati savollar tushgan bo'lsa, kommentariyalarda yozib qoldiringlar.